Bugun IDC geometriya kitobida 7-mavzu, ya'ni uchburchak yuzi haqida gaplashamiz. Birinchi bo'lib har doimgidek nazariya qismlari bilan va undagi formulalar, ularning kelib chiqishi bilan tanishib chiqamiz. Birinchi bo'lib umumiy formulalardan bilan tanishsak. Xo'p, umumiy formulalar. Umumiy yoki universal formulalar deyilgan. Universal formulalar. Universal formulalar. Demak, qaraymiz. Birinchi universal formula nima? Birinchi universal formula. Bu istalgan ixtiyoriy uchburchak uchun o'rinli bo'ladi. Mana bitta ixtiyoriy uchburchak chizamiz. Mana shunday holatda bitta ixtiyoriy uchburchak chizamiz. Ixtiyoriy uchburchak. Mana ixtiyoriy uchburchakning tomonlari bo'ladi. Ixtiyoriy uchburchakda tomonlar A, bu tarafida B va bu tarafida C, ya'ni 3 ta tomoni bor. Mana shu 3 ta tomonga endi biz 3 ta balandlik ham tushirishimiz mumkin. 3 ta balandlik ham tushirishimiz mumkin mana. Bitta balandlik, keyingisi mana 2 ta balandlik. Balandliklar bilamiz 90 gradus ostida tushadi. Mana bunisi demak 3-chi balandlik 90 gradus ostida tushirildi. Demak bunisi HA, bunisi demak HB, bunisi esa HC bo'ladi. Ya'ni C tarafga tushirilgan. Endi bunda yuza nima? Yuza 3 xil yuzasi bo'ladi. Birinchisi demak S hammasi bir-biriga teng. Birinchisi 1/2 A ko'paygan o'sha tarafga tushirilgan HA, tushunali? Aynan A tarafga tushirilgan balandlik. Ikkinchisi yana o'sha S, hammasi bir-biriga teng bo'ladi. 1/2 B ko'paygan HB bo'ladi. Uchinchi formula bo'ladi. S barobar 1/2 C ko'paygan HC. Bu istalgan ixtiyoriy formula uchun universal formula. Har doim shunaqa bo'ladi. Agar uchburchakning tomonlari va o'sha tomonga tushirilgan balandlik mavjud bo'lsa, ya'ni tomon va unga tushirilgan balandlik deb yozib ketaman mana. Tomon va unga tushirilgan balandlik. Tomon va unga tushirilgan balandlik. Unga tushirilgan h deb ketaman bo'ladi. Ya'ni balandlik. Tushunali? O'sha tomonga tushirilgan balandlik bo'lishi kerak. Ikkinchi holat. Ikkinchi formulamiz. Bu qachon foydalanamiz ikkinchi formulani? Agar bizada 3 ta tomon ham berilgan bo'lsa. Agar 3 ta tomon ham berilgan bo'lsa. Tomon ma'lum bo'lsa. Tushunali? 3 ta tomon ham berilgan bo'lsa, o'sha holatda hozir keltiriladigan formuladan foydalanamiz. Demak, mana uchburchak. Mana bu ham ixtiyoriy uchburchak, universal formulalar hozir barchasi. Demak, bu tarafda A, bunisi B va bunisi C. Bizda mana bunaqa formula bo'ladi endi. Biz birinchi perimetrni topib olamiz bu yoqda. Perimetr nima bo'ladi? A plus B plus C. Endi bizda P yarim degan narsa bor. Bu P yarim nima desa, perimetrning 2 ga bo'lingani, ya'ni P yarim deb aytiladi mana shu. Bunday holatda S yuza qanday topiladi desa, S yuza ildiz ostida o'sha P yarim degani yarim perimetr, shu yarim perimetrdan A tomon ayriladi, yarim perimetrdan B tomon ayriladi va shu yarim perimetrdan C tomon ham ayriladi. Bundan bitta ildiz nima qilinar ekan? Ildiz chiqarilar ekan. Mana bu bizga ikkinchi formulamiz bo'lar ekan. Misol uchun bitta yozib ketsak ham bo'ladi.
Aytaylik, A teng bo'lsin 3 ga, B teng bo'lsin 7 ga, C teng bo'lsin, misol uchun 5 ga bo'lsin. Mana shu yoqda yarim perimetr topib olamiz biz. P yarim. Bitta misol, mana bu misol deymiz, ha. Shunda bitta misol berib ketaman. P yarim. P yarim demak 3 plus 7 plus 5 ni xo'p, mana buni 4 qilaylik. Mana buni 4 qilaylik, ya'ni qulayroq bo'lishi uchun bizga. Taqsim necha bo'ldi? 2. Qo'shadigan bo'lsak 12, 16, yarimi bizga 8 ekan. Demak, S yuza ildiz ostida 8, 8 minus 4, 8 minus 7 va 8 minus 5 bilan topilar ekan. Bundan yuza topadigan bo'lsam, ildiz ostida 8 ni o'zi turadi. 8 dan 4 ni ayirsak 4 chiqadi. Bu 1 chiqadi va 3 chiqadi. 8 kara 4 32. 32 ko'paygan 3. Xo'p, barobar 32 dan biz 16 qilib 4 chiqarsak bo'ladi va bitta qolib ketadi 6. Demak, S yuzamiz bizga 4 ildiz ostida 6 degan javob chiqar ekan. 3-universal formulamiz. Demak, biz 3-universal formulaga yetib keldik. 3-universal formula. Bu qanday? Buni qachon foydalanamiz? Agar bizga ikkita burchak ikkita tomon va ular orasidagi burchak ma'lum bo'lsa, burchak ma'lum bo'lsa, tushunarli, ma'lum bo'lsa. Mana bu qanday bo'ladi? Yana bitta ixtiyoriy uchburchak. Mana ixtiyoriy uchburchak. Mana bu yoqda tomonlari bo'ladi. A, misol uchun bu taraf B bo'lsin. O'rtadagi burchak qanaydir alfa degan bitta burchak bo'lsin. Qanaydir gradus keladi, bizga farqi yo'q. Yoki bu tarafi beta deymiz. Bu tarafini qanaydir mana buni gamma deylik. Mos bo'lsin. Mana buni alfa demaymiz, buni gamma deymiz. Demak, A bilan B ning o'rtasida gamma bo'lsin. Bu tarafi C bo'lsin va mana bu alfa bo'lsin. S yuza qanday topiladi? S yuza 1/2 A bilan B orasidagi burchagi nima? Shularning orasidagi burchak. Shularning orasidagi burchak gamma bor. Demak, sinus gamma bo'lar ekan. Sinus gamma. Yoki yuza qanday topiladi desa 1/2 A ko'paygan C va orasidagi burchak betami? Demak, sinus beta bo'lar ekan. Yoki yana yuza qanday topiladi desa 1/2 misol uchun B bilan C va orasidagi burchagi bizga endi alfa bo'lyapti. Sinus nima bo'lar ekan? Alfa bo'lar ekan. Mana bu uchalasi bizga yuzani berar ekan. Misol uchun qanday? Bitta joyda misol ham ko'rib ketamiz. Misol. Hop, mana bitta uchburchak. Mana bu tarafini berilgan bizga. Mana bu taraf 8 berilgan, bu tarafi aytaylik 9 berilgan. Mana bu burchagimiz 60 gradus. Mana bu burchagimiz aytaylik bu taraf 70 gradus bo'lsin. Yo'q, 70 qo'shsak 130 bilan. Yo'q, 80. Yo'q, 30 desakchi. Taxminan 120 60 bo'lib qolsin. Yoki necha desak bo'ladi? 135 ga keltirishimiz uchun bu 85 desam bo'ladimi? Men buni 75 gradus deyman. Buni 75 gradus deyman, ha. S yuza qanday topiladi desa, mana orasidagi burchak topib olishimiz kerak. Orasidagi burchak topish uchun bu ikkalasini qo'shamiz. 60 ga 75 ni qo'shsak 135. 135 bo'lsa bu tarafga necha qoladi? 45 gradus mana. Demak, S yuza qanday topiladi desa,
s yuza 1 taqsim 2 8 bilan 9 ko'paygan 8 ko'paygan 9 orasidagi burchak sinusi 45 gradus mana. Demak 8 bilan buni qisqartira oladigan bo'lsak 4 kare 9 36 bo'lar ekan. 45 gradusda ilzosida 2 taqsim demak 2 ga teng. 36 bilan buni ham qisqartirsam 18 ilzosida 2 chiqar ekan mana javob. Bu bizga 3-universal formula ekan. Endi bular hammasi universal formulalar edi. Bizga endi xususiy formulalarga o'tamiz. Xususiy formulalarga. U faqat aynan o'sha uchburchak turlari uchun ishlaydi. Keyingisi xususiy formulalar. Demak, xususiy formulalar. Xususiy formulalar. Mana xususiy formulalar 1. Bu muntazam uchburchak uchun. Muntazam uchburchak. Demak, muntazam uchburchak bo'lishi kerak ekan. Mana muntazam uchburchak. Muntazam uchburchakda barcha tomonlari A va A dan iborat bo'ladi. Buni yuzasi har doim qanday topiladi aytaman. S yuza har doim shunday. A kvadrat ilzosida 3 taqsim 4 formula bilan topiladi. Buni kelib chiqishini ham topishimiz mumkin, muammo yo'q. Mana bu yoqdan shunday bitta balandlik tushirsak, isbot qilaylik, mayli. Isbot ko'rib ketamiz yo'qda bitta isbot. Bu ham aslida boshqa formulalardan kelib chiqqan. Mana bu yoqdan bitta balandlik tushirib ko'ramiz, mana balandlik. Bu h bo'lsin. Balandlik tushirganimizdan bu yon taraflar tengligidan 2 ga bo'ladi. Mana h taqsim nima? A taqsim 2. Bizaga yuzani formulasi bor edi. Yuzani formulasi bor edi. S barobar h yana 1 taqsim 2 bunday edi. 1 taqsim 2 universal formulamiz bor edi. A ko'paygan h a degan formulamiz bor. Bizga mana h a ni topib olishimiz kerak. H a ni topib olishim uchun mana bu yerda bitta muntazam uchburchakda to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'lib qolgan. Shundan topaman. Demak, o'sha h ni topishim uchun to'g'ri burchakli uchburchakda h kvadrat plus mayli a taqsim 2 ni kvadrati a kvadrat taqsim 4 teng bo'lar ekan gipotenuzaning kvadrati a kvadratga. H kvadrat teng bo'ladi. Bu tarafga o'tkazib bersam 3 taqsim 4 a kvadratga. Bitta ilzo olib olsak h barobar ilzosida 3 taqsim 2 nima ekan? A ga to'g'ri kelyapti. O'rniga tayyor olib borib qo'yamiz mana. 1 taqsim 2 ko'paygan a h a ni o'rniga qo'yadigan bo'lsam ilzosida 3 taqsim 2 a bo'lyapti. Buni ixchamlashtiradigan bo'lsam ilzosida 3 taqsim 4 a kvadrat mana. O'sha bilan bir xil chiqyapti. Mana bu isbot ekan demak. Bu ham har doim o'rinli bo'lgan formula. Eslab qolishimiz kerak. Mana. Mana formulani nima qilishimiz kerak ekan? Eslab qolishimiz kerak. Dalshi ikkinchi holatimiz bu buni muntazam uchburchak uchun deyilgan. Bu xususiy formulamiz, demak, muntazam uchburchak uchun. Muntazam uchburchak uchun. Tushuniladi. Bu formulamiz xususiy formulamiz muntazam uchburchak uchun edi. Ikkinchi xususiy formulamiz demak to'g'ri burchakli uchburchak uchun bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchak uchun. Uchburchak uchun. To'g'ri burchakli uchburchak uchun. To'g'ri burchakli uchburchak uchun ham bir nechta formulalari bor. Ya'ni yuzani topish formulalari qanday bo'ladi? Xo'p, birinchisi buni ikkita formulasi bor. O'shalar qanday topiladi aytaman. Demak, birinchisi mana to'g'ri burchakli uchburchak. Xo'p, mana to'g'ri burchakli uchburchak. Bu tarafi a bo'ladi, bu tarafi b bo'ladi. Mana bu taraf gipotenuza s bo'ladi. Endi bizga birinchi
yuzani topish formulasi S1 desak, yuzani topish formulasi 1/2 A ko'paygan B bo'ladi. Mana A ko'paygan B, bunda ham katetlari ko'paytmasining yarmi deyiladi yoki S ikkinchi formulamiz qanday topiladi desa, bizlar bilardik, to'g'ri burchakli uchburchakda faqat bitta balandlik tushirish mumkin. Bu ham gipotenuzaga qarab tushiriladi. Mana bu ham nima bo'ladi? O'sha HC bo'lardi. S yuza 1/2 demak S ko'paygan HC taqsim nima bo'lar ekan? 2. Ya'ni 1/2 ko'paygan gipotenuza va unga tushirilgan balandlik ekan. Shularning yarmi. Demak, bu asosiy mana bu to'g'ri burchakli uchburchagimizdagi formulamiz mana shundan iborat ekan. Qolganlari o'tgan mavzularda o'tgan xossalarimiz, to'g'ri burchakli uchburchak uchun qanaqa xossalar bor edi, formulalar bor edi, o'shalardan foydalanib qolgan qismlarni topib ketaveramiz. Asosiy bugungi mavzuyimizning asosiy mag'zi shulardan iborat edi. Endi misollarga o'tib ishlab ketsak ham bo'laveradi. Demak, mana birinchi misolimiz aytyapti bizga SCDY ni, ya'ni mana shu uchburchakning nimasini toping deyapti. Bizga yuzini toping deyapti. Bo'ldi, bizga S yuzda tayyor mana katetlari bor ekan. Hozirgina yozdim. Katetlar bormi? Yuzani qanday topardik? S barobar 1/2 katetlar ko'paytmasi 8 kara nima? 20. 8 kara 20 160, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 80 chiqar ekan. Dalshi SCDY. Endi mana bular muammo emasda. Mana misol uchun SABC ni toping degan. Mana shu katta uchburchak nima deyapti? Yuzini toping deyapti. Demak, biz buni topishimiz uchun ikkita formula bor. Katetlar ko'paytmasining yarmi yoki gipotenuzaga tushirilgan balandlik bilan yarmidi. Bizga hozir eng qulay usuli mana bu katetlarimizni topish imkoniyati bor. Nimaga? Chunki biz Pifagordan foydalansak bo'ladi birinchi o'rinda. Xo'p, Pifagordan foydalanishimiz uchun 2x minus 8 ning qavs kvadrati plus 16 ning kvadrati teng bo'lishi kerak 2x ning nimasi? Qavsi kvadratiga. 2x ning kvadratini xo'p qiladigan bo'lsak, bu 4x kvadrat minus 8 64x plus 64 plus bunisi 256 teng bo'lyapti 4x kvadratga. 4x kvadratlar ketyapti. Hammasini 64 ga qisqartirib olsak bo'lar ekan. Buni ham qisqartirib olsak bo'ladi. Hammasini 64 ga qisqartirib olsak minusdan x plus 1 plus 256 ni 64 ga qisqartirsak 6 tadan bo'ladi. Yo'q, 6 tadan bo'lmaydi. Bo'ladimi o'zi 6 ga qisqarsak 4 tadan bo'lar ekan. Ha, 4 tadan. Plus 4 nimaga teng ekan? 0 ga. X ni topadigan bo'lsam 5 chiqar ekan bu yoqdan. X 5 ligidan bu nima chiqadi? 10. 10 dan 8 ayiradigan bo'lsak, bu taraf 2 chiqadi. Bu taraf 16. Bu taraf necha bo'ladi? 10 bo'ladi. Bo'ldi. S yuzda bizga tayyor mana bu ikkalasi bor. Mana katet bitta bor, bu ham bor. Yuzani topish uchun S barobar 1/2 2 ko'paygan 16 yarim bo'lyapti. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsam, javobimiz 16 chiqar ekan. Xo'p, dalshi. Mana bu yoqda bunisini ishlaylik. Bunisini ishlasak ham bo'lardi-yu. Mana bunda o'zi tayyor ekanda, chunki mana bu C dan B gacha bo'lgan masofa bor. B dan C gacha bo'lgan masofa tayyor 13 ekan. Tayyor 13 ligi berilgan. S yuzani topish uchun 1/2 qilamiz. Gipotenuza va unga tushirilgan balandlik 6, gipotenuzaga tushirilgan balandlik 6, gipotenuzaning o'zi 13. Shunday qisqartirib ishlab qo'yadigan bo'lsak, javob chiqadi. Endi eslab ketishimiz uchun yozaman. Mana 7-misol. 7-misolda bizga B dan D gacha bo'lgan masofa, demak mana bu masofa 16 ga teng ekan. 16 ga teng bo'lsa, bizga SABC ni topishimiz kerak ekan, katta uchburchakning yuzini. Xo'p, uni topishimiz uchun bizga qulay usul mana bu yoqda balandligi berilgan. Bizga mana bu BC yetishmayapti. S yuzi bunaqa 1/2 HC bor 8. O'sha BC tomon agar BC tomon topadigan bo'lsak, tayyor kelib chiqadi. BC tomonni topish harakatini qilishimiz kerak. Xo'p, men mana bunaqa formuladan foydalanmoqchiman. Bizga bunday formula bor-da.
birorta tomon, misol uchun mana bu tomon A tomon bo'lsa, shu A tomonning kvadrati o'sha tomonning proyeksiyasi A proyeksiya ko'paygan C edi. Bizga A proyeksiya bor 16. A ni topishim mumkin. Mana bu yoqda Pifagor qo'llayman. Pifagor qo'llaymiz 8 16 bo'ldi. Demak, A ning kvadrati teng 8 ning kvadrati plus 16 ning kvadratiga. A kvadrat bu 64 plus 256. Qo'shadigan bo'lsam 320. A kvadrat topadigan bo'lsak, xo'p, qo'shadigan bo'lsak 320 bo'ldimi? Bo'ldi. Mana shu 320 ni o'zi turaversin. Qizig'i yo'q. Mana bu yoqqa olib kelib qo'yamiz 320 ni endi. 320 ni olib kelib qo'ysak, 320 ni olib borib qo'ysak, A proyeksiyamiz 16 ko'paygan C. C ni topadigan bo'lsam, bu yoqda nima chiqadi? C barobar 16 bilan 320 bo'ladigan bo'lsam, javobimiz 20 chiqadi bu yoqda. Bo'ldi. C tomon nima ekan? Mana bu, ya'ni o'sha C deganimiz BC ga to'g'ri kelyapti-da bizga. Xo'p, mana bu BC bizga C niga to'g'ri kelyapti, gipotenuzaga. Tushunarli-a? Shunaqa formula bor edi buni. O'tgan mavzularimizdan agar ko'rganlar bilishadi, muammo yo'q. BC demak, o'rniga olib qo'yamiz. Bu bilan buni qisqartirsam 4, BC'miz demak 20 chiqdi. Bu jami yuzamiz 80 chiqar ekan. Dalshi. Mana buni formulasi ham tayyorda o'sha. Mana bunda mana bunaqa formula bor edi. H barobar ildiz ostida A proyeksiya ko'paygan B proyeksiya degan formulamiz bor edi. To'g'ri burchakli uchburchakda. Tayyor qo'yishimiz kerak. Mana 2x plus 2 teng ekan ildiz ostida 16 ko'paygan 3 plus 3x ga. Shunday tayyor topiladi. Bizga o'shanda 16 bilan mana bu 3 plus 3x ni yig'indisi C ni beradi. S yuzamiz nima bo'lib qoladi? Mana bu H ni beradi. Mana bu H. S yuza qanday topiladi desa 1 taqsim 2 ko'paygan H ko'paygan BC mana. BC ni bilan H ni topsa bo'ladi. X ni topganimizdan keyin. Buni o'zimiz topib qo'yamiz. Men buni ishlab bermayman chunki oson. Dalshi mana 9 da Pifagor qo'llaymiz. SC degani topishimiz kerak. Buni topsak bo'ladi. SY bor ekan bizda 8. Perimetr CDY bor ekan. Perimetr CDY. Demak, bu taraflari A, bu taraflari B bo'lsin. Perimetrimiz nimaga teng ekan? 18 ga. Xo'p, perimetr degan A plus B plus 8 nimaga teng ekan? 18 ga. 18 bilan 8 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, A plus B nimaga teng ekan? Xo'p, A plus B 10 ga teng bo'lib chiqib qolyapti. Bizga S yuzani men bunday topmoqchiman. 1 taqsim 2 A B bilan topmoqchiman. Menga yetishmaydigan qismi A bilan B ni ko'paytmasi yo'q. Ana shuni topib olaman. Uni topishim uchun mana bu A plus B ni yig'indisi 10 chiquvdi. Shuni kvadratga oshiraman bitta ikkala tarafini. Demak, bunisi A kvadrat plus 2AB plus B ning kvadrati teng qoladi 100 ga. Bizga A kvadrat plus B kvadrat C kvadratni beradi. Chunki bular nima? Pifagordan A kvadrat plus B kvadrat katetlar kvadratlarining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng. Demak, bu 2AB plus 8 ning kvadratiga to'g'ri kelib qoladi. Chunki bu yoqda gipotenuza 8. Bu 64 ekan. Bu 100 ga teng. Xo'p, 2 ta AB teng bo'lib qoladi 36 ga. Xo'p, ikkala tarafidan 2 ni qisqartirib yuborsam, A bilan B ni ko'paytmasi necha bo'ladi? 18. Yana 2 ga bo'lib yuboraman. Yo'q, mayli. A bilan B bizda bor-ku. Shuni olib borib o'rniga qo'yaman 18 bu yoqda. 18 ni qo'yadigan bo'lsam, 1 taqsim 2 ko'paygan 18. Javobimiz bizga nima chiqib qoladi? 9 ga kelib chiqadi. 11. Xo'p. 11 AB masofamiz berib qo'yibdi. Mana tayyorda. Mana uchburchak yuzasi, uchburchak yuzasini topishimiz kerak mana buni. Bu yuzani topishimiz uchun bizda bunaqa formula bor. Universal formula. 1 taqsim 2 A ko'paygan nima? HA degan formulamiz bor. Bizga HA nimaga teng? 10 ga teng. O'sha A tomoni esa 22 ga teng. Tayyor olib qo'yadigan bo'lsak, 1 taqsim 2 A'imiz demak 22, HA 10 ga teng. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsam 5 bo'ladi. 5 kare 22 imiz bizga 110 degan qiymat
keltiradi. Bu ham xuddi shunday. AB masofa berilgan, tayyor o'rniga olib kelib qo'yish kerak bo'ldi. 14 yani 15 da ishlab bersam, SAB'sini topish kerak. Biz demak katta yuzani topishimiz kerak mana shuni. Mana shu katta yuzani topishimiz kerak. Xo'p, bizga bir tarafi berilgan, mana bu taraf. Yuzani topishimiz uchun menda jami AB kerak. Yuzamiz 1/2 5 bor balandligimiz. Bizga keyin jami AB kerak. AB ni topishim uchun menga mana bu qism yetishmayapti. Bu qismni topishim uchun men mana bu Pifagordan foydalanaman. 5 bu yoqda 13 bor. Bu tarafda qandaydir x deb belgilab olsam, x kvadrat plus 5 ning kvadrati 13 ning kvadrati teng. Bu yoqdan x topadigan bo'lsam 12 chiqadi. Demak, AB masofamiz, bizga AB masofamiz 2 plus x edi. Bu demak 14 ga teng ekan. Olib kelib tayyor 14 qo'yamiz. 1/2 ko'paygan 5 ko'paygan 14. Mana bu bilan buni qisqartirsak 7, 7 kara 5imiz 35 chiqar ekan. Farqi yo'q. Barchasi to'g'ri kelaveradi. Bunda ham xuddi shunday. 17 SABC demak AC masofa bor. Endi x topish kerak mana. X ni topish kerak. Mana bu x nimani o'rniga kelyapti bizga? H ni o'rniga kelyaptimi? Hammani yozaylik formulani. S masofa debman. 100 1/2 x ko'paygan nimaga teng? 20. Asos va balandlik ko'paytmasining yarmi. Bo'ldi. Bu bilan buni qisqartiradigan bo'lsak 10, 10 ni x ga ko'paytirsam 10x. Bizga shu yerda 100 ni beribdi, 100 ga tengligini. Demak, buni 100 ga tenglashtirsam, 10 bilan 10 ni 100 qisqartiraversam, x teng 10 chiqar ekan. 17. Mana 18 ham xuddi shunday. 19, 20. Xo'p, 20 ni ishlab bersam bo'ladimi? 20 ni ishlab bersam bo'ladi. Demak, 20 ni ishlash uchun nima qilamiz? Mana bu tarafni A deb belgilab olamiz, bunisini B deb belgilab olamiz. Bizga nimani so'ralgan o'zi? Xo'p, SABC katta uchburchak yuzasi so'ralgan mana shuni. Ikkita Pifagor yozaman, chunki bu yerda men ikkita to'g'ri to'rtburchak ko'rib turibman. Mana bittasi to'g'ri to'rtburchak. Pifagor yozadigan bo'lsam, bu tarafdan yozaylik. A kvadrat plus B kvadrat teng 17 ning kvadratiga. 17 ning kvadratiga. Xo'p, ikkinchisi demak A plus 12 ning qavsda kvadrati bo'lyapti. Chunki jami bizga bundan bungacha A plus 12 plus B ning kvadrati teng chiqadi. Demak, gipotenuzda bu yerda 25 ning kvadrati. Mana buni soddalashtiradigan bo'lsam, A kvadrat plus B kvadrat teng 289 ga. Bu tarafda hisoblasak A kvadrat plus 24 ta A plus 144 plus B kvadrat teng 625 ga. Xo'p, endi A kvadrat plus B kvadrat o'rniga 289 qo'yamiz. 24 ta A plus 289 plus 144 teng 625 ga. Endi yana soddalashtiramiz. 24 ta A 289 ga demak 625 minus 289 ga 144 qo'shadigan bo'lsam, hop 3 12 yana 13 bo'lar ekan. 3 433. Demak 24 ta A teng bo'ladi 625 dan 433 ta ayiradigan bo'lsam 2. Hop 12 dan 3 ta ayirsak 9 va 192 chiqadi. Bu bilan buni qisqartirib A teng necha bo'ladi? 8 tadanmi deyman. 8 kira 32 16. Demak 8 tadan. A teng 8 chiqar ekan. A ni o'rniga olib kelib 8 ni qo'yamiz. Bu necha bo'ladi? Bu taraf 20 bo'ladi. Mana bu taraf 25, bu taraf 20 bo'ladigan bo'lsa, 625, 225, bu taraf 15 chiqar ekan. Pifagordan qo'llaydigan bo'lsak, o'zi mana bu taraf mana bu yoqqa qo'ysak ham bo'ladi, xohlasak. 17 8 289 8 bu taraf 15 chiqadi mana. Endi S yuzani topish uchun nima qilamiz? Pifagor qo'llaymiz. Bundan oldingi mavzularni ko'rgan odam hech qanaqa demak qiyinchiliklar topadi.
1 taqsim 2 jami masofa 15, bu tarafda jami masofa 20. Chunki ABCni topyapmiz, kattagon uchburchakni. 20 bilan 2 ni qisqartsam 10, 100, demak 50 degan javob chiqar ekan. Xo'p, dalishi mana 22 23 ni ko'rib bersam, yo'q, 22 ni ko'rib beraman. Shu bilan dalish o'tamiz. SABCni so'rabdi. Demak, katta uchburchak yuzasi so'ralgan. Xo'p, bizga tayyor mana S yuzani topish uchun 10 ni 1 taqsim 2 ko'paygan 10 va AB masofani ko'paytirishim kerak, to'g'rimi? Chunki S asos mana bu jami, shunga tushirilgan balandlik 10 bor. Buni topishim uchun mana bu yoqda tengyorli berilgan ekan. Tengyorli uchburchakda agar balandlik tushirilsa, uni teng ikki qismga ajratardi. Demak, 2x - 8 bilan x + 3 teng ekan. 2x - 8 teng ekan x + 3 ga. X ni bu tarafga o'tqazsam, x tengichi bo'lar ekan 11. X 11 ga teng ekan. Tayyor olib qo'yamiz. Bu bilan buni qisqartsak 5. Xo'p, avval buni topib olishimiz kerak edi, hali topmaymiz-ku. 11 ni qo'shsam 22, 22 dan 8 ni ayirsam 14 bo'lar ekan bu taraf. Bu tarafga 11 qo'ysam, bu taraf ham 14 bo'ladi. Jami bizga 28 chiqar ekan. Olib kelib 28 A buni o'rniga 28 qo'yamiz mana. 5 kare 8 40 10. Demak 140 degan javob chiqar ekan. 23 ham shunday, 24. 24 ham shundaydi o'zi. Hop. 24. Mayli 24 deb tashlab bersam bo'lar ekan. 24 da mana bu yoqda bitta Pifagor qilib yuboramiz-da. Pifagor qilib yuboramiz. Pifagor teoreması tamom. 24 ning kvadrati, 24 ning kvadrati plus x ning kvadrati teng ekan x + 18 ning xavs kvadrati. Mana shu yoqdan x ni topasiz. Yozmayman. X ni topasiz. Tengyonli bo'lganligi uchun, mana bu tengyonli bo'lgani uchun bu tarafi ham x. S masofa nima chiqadi? 1 taqsim 2 asos nima? 2x, to'g'rimi? Va unga tushirilgan balandlik 24 lik o'zi kelib turibdi. Mana 24. 2 bilan buni qisqartirasiz, demak 24 x topar ekansiz. Mana bu yoqdan x kelib chiqadi. X ni olib kelib tayyor bunday mana bu yoqqa qo'yib qo'yish kerak bo'ldi. Chunki formulani yozdik. 1 taqsim 2 asos 2x, balandlik 24. Tayyor bo'ldi, muammo yo'q. To'liq oxirigacha ishlamayman. 25. Xo'p, 25. 25 da ishlasak bo'ladi. 25 da qanday ishlaymiz? 25 da bitta nima tengyonli ekan. Demak, bu taraf ham nima? 15 bo'ladi. Tengyonlikdan shunday bitta balandlik tushirsak, bu demak asosni teng 2 ga bo'lmasmidi? Chunki tengyonli bo'lsa, asosga tushirilgan balandlik asosni teng 2 ga bo'ladi. Demak, bu taraf 9. 15 9. Mana bu yoqda h deb belgilab olsak, bizga avval S yuzani topish formulasini yozamiz. 1 taqsim 2 S asos 18 va unga tushirilgan balandlik kerak. Bu bilan buni qisqartirsam 9h kerak bizlarga demak. Bizga yo'g'i h topib olish uchun mana bu yoqda Pifagordan qo'llaymiz. Demak, h kvadrat plus 9 ning kvadrati teng ekan 225 ga. Xo'p, h ni topadigan bo'lsam, ildiz ostida 225 dan 81 da ayirishimiz kerak. 81. Bunda o'z-o'zidan kelib chiqib qoladi 12 ligi. Olib kelib 12 ni qo'yadigan bo'lsam, 9 ko'paygan 12. Bu 108 chiqadi. Mana. Bo'ldi, muammo yo'q. Xo'p, 27. Mana bu yoqda SABC deyapti. SABC muntazam uchburchak deyapman. Muntazam uchburchak. Muntazam uchburchak bo'lsa, demak, hamma tomon teng. Hamma tomon tengligidan bu bilan bu ham teng bo'lishi kerak. 3x plus 4 ni nimaga tenglashtirishimiz kerak? 5x minus 6 ga tenglashtirishimiz kerak. Xo'p, buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam, 2 ta x teng 10 bo'lib qoladi. X ni topadigan bo'lsak 5. Bu taraf necha chiqadi? Demak, 15 4 qo'shsam 15 19 mi? Bu taraf 19. Bu taraf ham necha bo'ladi? 25, bu ham 19 bo'ladi. Bu taraf ham necha bo'ladi? 19 bo'ladi. S yuzani topishda aytdim. Muntazam uchburchak bo'lsa, a kvadrat ildiz ostida 3 taqsim nima dedik? 4 degan formula bor dedik. Tayyor olib qo'y. 19 ildiz ostida 3 taqsim 4. 19 ning kvadrati. Bo'ldi. 361 ildiz ostida 3 taqsim 4 bo'lar ekan, tamom.
Bu yog'ini to'g'ri qo'ydingmi? 3x plus 4 5x minus 6. Bunday o'tkazsak 2x, bunday o'tkazsak 10. Ya'ni anasi 5. 5 ni olib qo'ysak 15 to'g'ri. Bo'ldi, javobimiz ham chiqdi. 28 ham xuddi shunday. 29 ham xuddi shunday, chunki tomonni berib qo'yibdi. Tomonni AB tomon topishimiz kerak ekan. AB tomonni qandaydir A bilan belgilab ol. Bu taraf ham A bo'ladi, bu taraf ham A bo'ladi. S yuzani topadigan bo'lsang, A kvadrat ildizosi 3 taqsim nima bor? 4. Senga so'raladigani ham A. Demak, senga SABC muntazam uchburchakning yuzasini berib qo'yibdi, 16 ildizosi 3. Demak, sen shuni tenglashtirishing kerak, 16 ildizosi 3 taqsim 16 ildizosi 3 ga. Ildizosi 3 lar qisqartirib yubor. Demak, A kvadrat teng chiqib qoladi bu tarafda 64 ga. 4 ni bu taraf ko'paytirib yuborsan. A ni topsang tayyor 8 mana. Bo'ldi, chiqdi. Muammo yo'q. Yaxshi, mana bu yoq bu ham shunday 30. Mana 31 dan boshlab endi ishlasak bo'ladi. Xo'p, AC tomon 6 ga tengligi berilibdi. SABC uchburchak yuzi 12 ildizosi 2 ga teng ekan. BC tomon x topish kerak ekan. Bo'ldi, tayyor ekan. S yuzani topish formulasini aytgandim. Agar ikkita tomon va ular orasidagi burchak beriladigan bo'lsa, bunaqa formuladan foydalandik. 1 taqsim 2, ikkita tomon 6 bilan x ni ko'paytmasi va orasidagi burchak sinus 45 gradus. Buni hisoblasak, 6 bilan 2 ni qisqartiraveramiz. 3x sinus 45 da ildizosi 2 taqsim 2. Mana shuni tengligi 12 ildizosi 2 nima ekan? Teng ekan. Chunki mana yuzani bergan. 12 ildizosi 2 ga teng ekan. Xo'p. Demak, mana ikkalasini endi tenglama qilib ishlaymiz mana ikkalasini. Xo'p, ildizosi 2 bilan ildizosi 2 ni qisqartiraveramizda, buni bu tarafga ko'paytiramiz. 3x teng bo'lib qoladi nechaga? 24 ga. X ni topadigan bo'lsak 8 ekan. Bo'ldi. Men bitta narsani aytmabman, hozir o'zi aytsam ham bo'lar ekan-ku. Xo'p, hali misoli kelmabmiz. Mana bunda ham tayyor mana. Ikkita tomon bor, ular orasidagi burchak bor. Bo'ldi, yuzani yoz. 1 taqsim 2, 4 12 ildizosi 2 ko'paygan sinus nima? 45 gradus bo'ldi. O'zi ishlab qo'yasiz, oson. Mana. Keyin bitta narsada men hozir tepadagida qo'shmay ketman. Hozir. Mana bu yerda qo'shib ketaman birdan. Maylimi qo'shib ketsam shu yerda. Xo'p, xususiy holatlarga bitta qo'shib qo'yaman. 3-holat qo'shib qo'yaman. Yozmabman. O'tmas burchakli uchburchak uchun. O'tmas burchakli uchburchak. O'zi avval ham gaplashgandik bu haqda. Uchburchak uchun tushunali. O'tmas burchakli uchburchak uchun. O'tmas burchakli uchburchak qanday bo'ladi? Mana taxminan mana shunaqa bo'ladi. Bunda shuni bilaylik, mana taraflari A, bu tarafi B, bu taraf C bo'lsa, bunda balandligi topolmay qoladi-da ko'pchilik. Qanday topamiz balandligi deydi. Chunki mana bu ichkaridan tushiradigan bo'lsa, ichiga tushiradigan bo'lsa, bu tarafda balandlik tushmay qoladi. Shuning uchun uning balandligi uning tashqarisiga tushadi. Mana bunaqa to'g'ri tushirsak, mana balandlik bo'ladi. Buni bunday davom ettirib kelsak, mana bu A tomonga tushgan bo'ladi aslida. Mana shu HA bo'lgan bo'ladi. Ya'ni tashqi tarafga tushadi. Tushunarli? O'tmas burchagida balandlik tashqi tomonga tushadi. S yuzda shunda HA mana bunaqa bo'ladi. Demak, 1 taqsim 2 bu o'sha formula. 1 taqsim 2 A ko'paygan HA taqsim o'sha mana 1 taqsim 2 turibdi. Faqat shuni bilib qo'yaylik, o'tmas burchaklikda tashqi tarafga tushadi. Shuni bilib qo'ysak bo'ldi. Xo'p, dalshi o'sha misolga yetib boraylik endi. Mana tayyor. Xo'p. O'tmas burchakli. Hozir bu yerda o'tmas burchakliga tushirish shart emas ekan. Tushirsak ham bo'ladi, lekin tushirishimiz ham shart emas. Mana shu safar tushirib ishlaymiz. Mana bundan shunday bitta to'g'ri balandlik tushiramiz. Mana. Balandlik tushirdik. Mana o'sha tomon HA tomon bizga bor 6ligi. S yuzani topaylikda 1 taqsim 2 ko'paygan 6, ya'ni AB 6 ko'paygan H. Tushunarlimi? Mana bu H o'zi aslida. Mana bu 60 gradus bo'lganligidan bu tepa taraf necha bo'ladi? 30 gradus bo'ladi.
30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarimga teng. Bu taraf demak 4 ekan. H ni topish uchun bitta Pifagor qilsak bo'ladi. Pifagor qilsak, h barobar ildiz ostida 8 ning kvadrati 64 dan 16 ni ayirgan bo'lib qolamiz. 48 bo'ladi. 48 degan 4 ildiz ostida 3 deganman. Olib kelib tayyor qo'y. 1 taqsim 2 ko'paygan 6 ko'paygan 4 ildiz ostida 3. Bittasi bu bitta formulada, bu bilan uni qisqartirsak 3 3 kira 4 12. 12 ildiz ostida 3. yoki boshqacha ham topsa bo'ladi. Mana bu 60 gradus bo'ladigan bo'lsa, mana bu 60 gradus. Bu tarafi nechi bo'ladi? Bu tarafi 120 gradus bo'ladi. Mana yana agar ikkita tomoni berilgan bo'lsa va ular orasidagi burchak. Bunda ham topib qo'ysa bo'ladi. S barobar 1 taqsim 2 6 ko'paygan 8 ular orasidagi burchak sinusi 120 gradus. Bundan ham topsak xuddi shu javob chiqadi. Shunchaki aytib ketyapman. Xo'p. SABC uchburchak topishimiz kerak. Demak, katta uchburchak yuzasi. Mana bu mediana ekan, to'g'rimi? SY mediana. Bu bilan buni teng 2 ga bo'ldi degan. Mana. Teng 2 ga bo'libdi. Xo'p. Endi 35-misol. 35-misolga qarang. Bitta narsani aytmasam bo'lmas ekan bunda ham. Mediana haqida. Oxirgi holat, xususiy holat 4-inchisi. 4-inchisi. Mediana. Agar uchburchakda mediana tushirilgan bo'lsa, mana uchburchakda mediana. Uchburchakda mediana tushirilgan bo'lsa, mana shunday mediana tushirilsin. Mana A taqsim 2, bu taraf ham A taqsim 2 bo'lsin. Agar xuddi shunaqa bo'lingan bo'lsa, ya'ni tomonni qanday nisbatda bo'lsa deydi o'zi aslida, yoki bunday deymiz. Mediana, mana bu M ya'ni bu mediana bitta mediana, ya'ni mana bu bitta mediana deylik. Bitta mediana yuzani teng 2 ga bo'ladi. Yuzani teng 2 ga bo'ladi. 2 ga bo'ladi. Tushunali? Teng 2 ga bo'ladi. Nima demoqchiman? Jami yuzasi hozir mana shu uchburchakning yuzasi jami S chiqsa, mana bu ham S taqsim 2 bo'lar ekan. Bunisi ham S taqsim 2 bo'lar ekan. Doim shunaqa. Muammo yo'q. Hozirgi misolimizda aynan shunaqa holat kelyapti. Mediana, shuni bilib qo'ying, mediana yuzani teng 2 ga bo'ladi. Agar 3 ta mediana tushirilsa, qarang, endi bunday deb yozib ketaman. Bu birinchi holat bo'lsa, bu ikkinchi holat. Shuni ham yozib ketay, balkim chiqishi mumkin. Agar 3 ta mediana tushirilgan bo'lsa, uchburchakni teng 6 qismga ajratadi. Bo'lsa, ular yuzani teng 6 qismga ajratadi. Teng 6 ta qismga ajratadi. Mana qanday bo'ladi? Misol uchun bu tarafdan ham mediana tushirilgan bo'lsa, bu tarafdan ham bitta mediana tushirilgan bo'lsa, nechta qism bo'lib qoldi shoda? 6 ta qism bo'lib qoldi. Xo'p. Mana bunda S taqsim 2 deb ajratib qo'yaylik. Bunda nima bo'lar ekan? S taqsim 6 bo'lar ekan. Hozir shu S taqsim 6 holatiga ko'rsataman. Mana bu joylarni o'chirib tashlaymiz-da. Mana bu demak, mana bu ham S taqsim 6 bo'lar ekan. Teng 6 ta qismga ajratgan. Bu ham S taqsim 6, bu ham S taqsim 6. Bu ham S taqsim 6. Bu ham S taqsim 6 bo'lar ekan. Ya'ni hamma yuza teng bo'lar ekan bir-biriga, tushunali? 6 ta qismga ajratar ekan va har biri teng bo'lar ekan. Agar bitta mediana tushirilsa, yuzani teng 2 ga bo'lar ekan. Yuzani har doim teng 2 ga bo'ladi. Mediana, shuni eslab qolaylik, tomoni ham teng 2 ga bo'ladi va yuzani ham teng 2 ga bo'lar ekan. Xo'p, qaysi misol edi? Mana 35. 35 da ishlaydi, bir xil.
Hozir mana bu mediana tomonda 2 bo'lib turibdi. Demak, qarang. Mana bu yuza qanaqa bo'lsa, mana bu s yuza bo'lsa, misol uchun, bu ham s bo'lar ekan. Ikkalasi bir-biriga teng ekan. Demak, biz bittasini topib 2 ga ko'paytirib qo'yishimiz kerak. Bittasini topish uchun nima qilamiz? S topish uchun 1 taqsim 2 8 bilan 10 ikkita tomoni bor. Orasidagi burchak sinusi 30 gradus mana. Buni topsak, bu bilan buni qisqartiramiz. 4 40 sinus 30 gradusda ham 1 taqsim 2 ga teng. Bu nima bo'ladi? 20 ga teng. Demak, mana bu bittasi 20 ga teng ekan. Aytdik, mediana bo'lganligi uchun, mana bu mediana bo'lganligi uchun yuzani teng 2 ga bo'ladi. Demak, bunisi ham nima? 20 ga teng. Jami s to'la bizaga 40 ga teng bo'ladi shunda. Tushunali? Mediana yuzani teng 2 ga bo'ladi. Shuni esdan chiqarmang. Dalish. Xo'p. Bunisida mana bu yalgan yuzani topishimiz kerak. Bu yalgan yuzi. Mana bu yuzani topishimiz kerak. Bizga hozir bu yerda bitta variant bor-da. Mana bu agar burchakning alfasi bo'lsa, mana shu yerda sinus alfa bo'lsa, shuni orqali topsak bo'ladi. Xo'p, o'sha uch burchak uchun yozaylikchi s barobar 1 taqsim 2 5 ko'paygan 12 ko'paygan orasidagi burchak sinus alfasi. 12 bilan qisqartirsak 6 30. 30 sinus nima bo'lishi kerak? Alfa. Bizga yetishmaydigan qism sinus alfa. Sinus alfa demak, mana bu taraf ham vertikal burchakligidan bu ham alfa bo'lmaydimi? Bir xil emasmi? Demak, bu yerda sinus alfa 6 8 bo'lsa, bu Pifagor sonlari 6 8, bunisi 10 bo'lib qoladi to'g'ri burchakli 3 burchakligidan. Sinus alfa agar to'g'ri burchakli 3 burchakda degandim, qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbat. Demak, 8 taqsim 10 ekan bu. Tayyor olib qo'yamiz endi 8 taqsim 10. 30 ko'paygan 8 taqsim 10. Mana. Bu bilan buni qisqartsam 3 kere 8 demak 24 ekan buni yuzasi. Ana shunaqa holatda ishlaymiz. Bu ham xuddi shunaqa. Demak, bunisini ishlasak bo'lar ekan. Xo'p, mana buni alfa deyman. Jami 180 ga teng, lekin mana bu yer 90. 90 bo'lsa, qolgani ham 90 bo'ldi. Demak, mana bu burchagimiz 90 gradus minus alfa. 90 gradus minus alfa bo'ldi. Xo'p. SABC ni topishimiz kerak. Ya'ni mana bu uchburchak yuzini topishimiz kerak ekan. Mana. Shunday. Endi AB masofa berilmagan. BC masofa berilgan. Xuddi shunday. BC masofa berilgan. SABC ni topishimiz kerak. ABC ni topishimiz kerak. 24 ligi berilgan, BD 9 ligini berilgan. Endi 90 gradus A minus alfa bo'lsa, bu tepadagi burchagi nima bo'ladi? Bu alfa bo'ladi. Shundaymi? 90 gradus bu alfa bo'ladi. Endi qarang. Mana bu yerda sinus alfani topsak, mana bu tarafdan bu kichkina uchburchak uchun sinus alfa nima degani? Sinus alfa nima degani? Qarshidagi katetni gipotenuzaga nisbat degan. Shundaymi? Demak, bu degan 3 taqsim 9. 1 taqsim 3 degan. Endi ikkalasi uchun ham sinus alfa bir xilmi? Bu tarafdagi burchagimiz ham sinus alfa bo'lib qoldi-ku, to'g'rimi? 90 gradus minus alfa jami 90 bo'lishi uchun bu taraf ham alfa bo'lishi kerak. Bu katta uchburchak uchun sinus alfa yozamiz. Sinus alfa. Bu ham qarshidagi katetni bunga nisbat. Mana buni qandaydir A deb belgilab olsak, A ni 24 ga nisbat. A ni 24 ga. Bu bizga 1 taqsim 3 ga kelib chiqqan edi. A taqsim 24. Bu bilan buni qisqartirib oladigan bo'lsam, A teng chiqadi nechiga? 8 ga tengligi kelib chiqadi. A teng 8 ga. 24 8 bu tarafini x deb belgilab olaman. X kvadrat plus 64 24 ning kvadrati. Hop, necha bo'lar ekan? 524 mi? Hop, 24 ning kvadratini hisoblaymiz. 24 kare 24. 6 8 996 8 va 4. 6 7 576. Demak, bu necha ekan? 576. Xo'p, x kvadrat teng 64 da ayirib tashlasam 512 ekan. 512. 512 bu 16 ning kvadrati ko'paygan 2 bo'ladi. Demak, x barobar bu yerda 16 ilzosida 2 chiqar ekan. Mana. Bu taraf 16 ilzosida 2 chiqdi.
Mana s yuzani topishimiz uchun bizga nimalar kerak edi? Ikkita katet kerak. Bo'ldi, shuni o'zi yetarli. S yuza nima edi? 1 taqsim 2 8 ko'paygan 16 ilzosida 2. Ikkita katetlarning ko'paytmasini yarmiga teng edi. Bu bilan buni qisqartsam 4. Demak 64 ilzosida necha bo'lar ekan? 2 bo'lar ekan. Xo'p, dalish. Bu ham shunaqa. Endi 42 ga keldik. 42 da ko'rib turgan bo'lsak, 3 ta tomon berilgan, 3 ta tomon berilgan, hech qanaqa burchak yo'q. Menda bunday holatda yarim perimetr orqali kechish formulasi bor edi, shuni orqali topaman. Demak, bizga p yarimni topa olamiz avval. 9 plus 11 plus 12 taqsim 2. Qo'shsam 20, 32, yarimi 16 ekan. S yuza, o'sha yarim perimetr 16. 16 dan ayiraman 9 ni, yarim perimetrdan 9 ni, yarim perimetrdan 11 ni har bitta tomonni ayirib chiqaman. Yarim perimetrdan ayiraman 12 ni mana. Mana shu formula bor edi o'zaga. Yozgandim. Demak, 16 bundan ne chiqadi? 7, bundan 5 chiqadi, bundan 4. Demak, ildizdan chiqadiganlari 16 bilan 4 dan chiqib ketadi. 16 bilan 4 dan jami hisoblaganimizda 8 chiqadi. Bu yoqda ichkarida 35 qolib ketadi. Mana yuzamiz 8 ilzosida 35 chiqar ekan. Dalishi. Lekin mana bunda 43 dan unaqa foydalanib bo'lmaydi. Mana 44. 44 dan foydalanib bo'lmaydi. 44 ta aytaman hozir. Buni qanday qilamiz? 44 dan nima uchun foydalanib bo'lmaydi? 40 dan ham foydalanish mumkin, lekin mana bu ildizli bo'lganligi uchun yarim perimetrda bizda ish ko'payib ketadi. Ya'ni ildizli chiqib qolgani uchun hisoblash qiyin. Mana burchak shu uchun alfa deymizda bizga kosinuslar teoremasi bor edi. Kosinuslar teoremasi orqali mana bu alfani topib olamiz. S yuzani bu orqali ketamiz. 1 taqsim 2 ko'paygan 5 ko'paygan 8 orasidagi burchak sinus alfasi. 8 bilan 2 ni qisqartiradigan bo'lsam 4, 20 sinus alfa chiqish kerak. Bizga yetishmaydigan qism sinus alfa. Sinus alfani boshqa usulda topamiz. Demak, kosinuslar teoremasi borda, ilzosi 41 ning kvadrati. Demak, 41 teng ekan 5 ning kvadrati 25, 8 ning kvadrati 64, ayrilgan 2 kara 5 ko'paygan 8 va orasidagi burchak kosinus alfa. Xo'p, 41 teng ekan bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsam 89 minus 10 80. 80 kosinus alfa. Kosinus alfa. 80 kosinus alfa. Bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam 130. Mana 80 kosinus alfa. Buni bu tarafga o'tkazadigan bo'lsam 89 dan 41 ni ayiraman, 48 chiqadimi? 48 chiqadi adashmasam. 48. Xo'p, kosinus alfamiz 48 da 80 ga bo'lishim kerak. Ikkalasini 8 ga bo'lib o'radigan bo'lsam necha chiqadi bu? 6, bu tarafda 10 chiqadi mana. Endi biz kosinus alfa 10 ga teng ekan. Boshqacha usul topamiz. Mana bunday topamiz. Buni bu yoqqa yuboramiz. Bunda bitta to'g'ri burchakli 3 burchak chizib olamiz. Mana trigonometriya mavzusida xuddi shunaqa ishlardik. Esda bo'lsa. Mana bu joyini alfa deb belgilab olamiz. Kosinus alfa bizga shu burchakka yopishgan katetning gipotenuzaga nisbati bo'ladi. Demak, bunisi 6 ekan, bunisi necha ekan? 10 ekan. 6 10 bizga Pifagor sonlaridan kelib chiqadigan bo'lsak, bunisi 8. Demak, sinus alfa nimaga teng bo'lardi? Sinus alfa shu burchak qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbat. Demak, bu sinus alfa teng ekan 8 taqsim 10 ga. Tayyor olib qo'yamiz. 20 ko'paygan 8 taqsim 10. Qisqartiramiz, 2 ko'paytiramiz, 16 chiqar ekan mana. Xuddi demak shunday ishlab olamiz. Bu yoqda ham mediana mana. BD mediana deyapti. BD mediana. BD medianaligidan bu yoq necha chiqadi? Bu taraf 9 chiqadi. Yarim perimetrligidan topish orqali mana buni topamiz, 2 ko'paytirib qo'yamiz. S yuzani formulasini aytaman. Mana S yuza formulasi ilzosida perimetrning yarmi minus A tomon, perimetrning yarmi minus B tomon, perimetrning yarmi minus C tomon bo'lardi.
Shu orqali mana bu bo'yab qo'ygan joyimni topamiz va chiqqan javobni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Nega? Chunki mediana 100 ni teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni mediana 100 ni teng 2 ga ajratadi. Mana qoidasini ham yozib qo'yaman. Mediana 100 ni teng 2 ga ajratadi. 2 ga nima qilar ekan? Ajratadi. Tushunarli? Mediana 100 ni teng 2 ga ajratadi. Bu tarafimiz bizga s chiqadigan bo'lsa, bu taraf ham s chiqar ekan. Chiqqan javobni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Xulosa qilib aytganda. O'z ishlab qo'yasiz, chunki xuddi shunga doir bitta misol ishlab berdim bundan oldin. O'rta chiziq nima edi? Xo'p, SABC ni topishimiz kerak ekan. O'rta chiziq nima? O'rta chiziq bizga tomonlarining o'rtalari tutashtiradigan to'g'risi mana tomon bo'ladigan bo'lsa, shuni teng o'rtalarini tutashtiradi. Demak, bu taraf ham 4, bu taraf ham necha? 2 bo'ladi. Keyin o'rta chiziq bilardik, shu tomonga parallel bo'lgan tomonning yarmiga teng. Demak, buning yarmi bo'ladigan bo'lsa, bu taraf necha bo'lar ekan? 6. Bu taraf jami bizga 4, bu taraf demak bizga jami 8, past taraf 6. Bo'ldi, yarim perimetrdan ketamiz. Perimetrning yarmi demak 4 plus 6 plus 8 taqsim 2. 18 ning yarmi 9. S 100 ni topadigan bo'lsam, ildiz ostida perimetrning yarmi 9. 9 minus 6, 9 minus 4 va nima? 9 minus 8. Har bir tomondan ayirib chiqamiz. Demak, ildiz ostida 9 ko'paygan 3 ko'paygan 5 ko'paygan 1. Chiqib ketadiganlar bizga faqat 9 dan chiqadi. 3 ildiz ostida bu tarafga 15 qolib ketadi. Demak, javobimiz 3 ildiz ostida 15 ga teng ekan. Bunisi ham aynan shunday. 48, 49. Xo'p, BC tomon shunaqa ekan. AB 10 ga tengligi bor ekan. Mediana ekan. Xo'p, bu taraflari bor, teng 2 ga bo'lgani bor. Xo'p, 100 ni toping debdi. Keyingisi 50. Bundan keyingisi. Xo'p. AB tomon berilgan. Bunisi oson. Mana buni ishlab berishim kerak ekan. Xo'p, 13 ga tengligi bor ekan. Mediana tomonni 2 ga bo'lgan, teng 2 ga. AB tomon 3 ga teng ekan. 13 ga teng. Xo'p, bu taraf 13 ga teng. Bu tarafimiz nimaga teng ekan? 15 ga teng ekan. BD mediana tushirilgan ekan. Mediananing uzunligi 7. BC 15 ga tengligi bor ekan. Va jami asosimiz AC. Xo'p, mana bu tomon A. Bu taraf ham A qandaydir. A degan qiymatlar beriladi. SABC ni topishimiz kerak. Xo'p, mediananing qanaqa vazifasi bor ediki? O'rta chiziq. Yo'q, bunaqa holatda bo'lmaydi. 50-misol. 13, 15. Pastki tarafimiz jami 2. Xo'p, bu misolni bundan dars oxirida bitta alohida video qilib tashlab ketaman. Keyingisi 50. 51-misol. 51-misol nima? Hozirgina aytdim, mana bu o'tmas burchakli 3 burchak bo'lib qoladi. Uning balandligi tashqi tarafga tushadi 8. Demak, asosimiz bu yoqda 10 bo'lib qolyapti. S100 ni topamiz qanday? 1/2. Asos 10, unga tushirilgan balandlik 8 bo'lib qolyapti. Bo'ldi. 10 bilan buni qisqartiramiz 5, 8 ga ko'paytirsak 40 chiqar ekan. Dalshi, mana bu yoqdagi hammasi shunaqada mana. 30 gradus. Muammo yo'qda, mana bu yoqdan bitta balandlik tushiriladi. Mana balandlik. Balandlik tushiryapmiz. 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuzani yarmiga teng. Bu demak necha ekan? 9. Mana S100 demak tayyor topildi. Mana bu balandlik, mana bu 3 burchak uchun bo'lib qoladi mana. Demak 1/2.
ko'paygan 9 bu balandlik asosi 12 ga teng bo'lib qolyapti. Bu bilan buni qisqartirsak 6, 6 kare 9imiz 54. Bundan keyingi hammasi shunaqa. Mana 54 ham shunaqa. 55, 56 ni ishlab bersam bo'lar lekin. 56, 57 ham o'xshaydi ekan shunga. SACD bor ekan. Bo'ldi. Bitta balandlik tushiriladi bu yerda ham. Mana bu balandlik ikkala uchburchak uchun ham balandlik bo'lib qoladi. Mana bu h. Tushunarli? Bu mana bu uchburchak uchun ham balandlik. Bu katta uchburchak uchun ham balandlik bu tarafdagi, o'ng tarafdagi. Demak, birinchi SADC ni topamiz. ADC mi? ACD. O'sha berilgan ekan. O'zi 12 ga tengligi berilgan. Mana 12 ga tengligi berilgan. Demak, biza h ko'paygan x nima bunaqada yuzasi bunda topiladi-ku. 1/2 ko'paygan x ko'paygan h. Ya'ni balandlik va asosiy o'rnga tushirilgan balandlik h. Bu teng ekan 12 ga. Xo'p, demak h ga x ni ko'paytirganimiz nimaga teng ekan? 24 bo'lib qolyapti. Mayli, bu turib tursin halicha. Bizga qaysini so'ragan o'zi? X ni so'ragan, mayli, turib tursin. Endi BCD bor ekan bizga. BCD. SBCD. Asosimiz bor endi mana bu yerda. Bunda 18 bor. SBCD ni qanday topamiz? 1/2. Bunda ham S asosimiz demak 18, unga tushirilgan balandlik h. Shu teng ekan bizga 27 ga. Bu bilan buni qisqartirsam 9. 9 ta h teng nechiga bo'lib qolyapti? 27 ga. Bu bilan buni qisqartirsam h nimaga teng? 3. Bo'ldi. Endi 3 ga tengligidan buni olib kelib bu yoqqa borib qo'yamiz. Demak, 3 ta x teng nechiga? 24 ga. X topadigan bo'lsam nechiga? 8 ga kelib chiqdi. Tayyor ekan mana. Xo'p, bunda ham xuddi shunaqada bitta balandlik tushiramiz, ikkita uchburchakni tenglashtiramiz. 2x + 2y toping debdi. Bo'ldi. Mana shuni 59 ishlaylik. Keyingisini dalcha o'zingiz ishlaysiz. Bundan bitta balandlik tushirib olamiz, mana h. Mana h. Endi har bir uchun bitta balandlik yozib chiqamiz. A dan 3 ga teng, A dan D gacha 3 ga teng, D dan Y gacha 6 ga teng, Y dan B gacha 3 ga teng bo'ldi. SADC ni yozamiz. SADC niki. ADC hammasi uchun balandlik shu h da 1/2 ADC ni yozamiz. ADC 1/2 ko'paygan h ko'paygan 3 mana. Shu nimaga teng ekan? 6 ga teng ekan, mana 6. Xuddi muammo yo'q ekan-ku. Bu bilan buni qisqartiramiz. 2 qoladi. H ni topsak necha chiqar ekan? 4. O'zi biz h topib qo'ydik. Endi SDYS ni topamiz. SDYS ni topamiz. DYS qanday topiladi? Xo'p, DYS mana bu o'rtadagi uchburchak ekan. Bunda ham 1/2 6 ko'paygan h. Bu nimaga teng ekan? X ga teng ekan. Bo'ldi, x topish uchun nima qilamiz? H topib qo'yganmiz 4 ga, bu bilan buni qisqartirsam 3, buni o'rniga 4 olib kelib qo'ysam 12 chiqar ekan. X 12. Keyingisi, oxirgisi SBYS. Bu tarafdan yozaman. SBYS. BYS 1/2, bunda ham h va 3 BYS. Demak, h o'rniga nima qo'yaman? 1/2 h o'rniga 4 qo'yaman, ko'paygan 3. Demak, bu necha chiqar ekan? 6 chiqar ekan. O'sha 6 bizga y ga teng ekan. Nimaga? Chunki bizga y deb aytilgan. 2x + 3y topishimiz kerak. ikkita x + 3ta y. Ikkita x'imiz, x nima chiqdi? 12. Demak, 24. 3ta y'imiz +18 chiqar ekan. Bu 6 chiqadi chunki. Jami qo'shsam 30 necha ekan? Yo'q, 42 bo'lar ekan. 30 emas, 42 bo'ladi. Mana 42. 59 ham ishlandi. Dalshi 61. 61-misol.
61. Tepasiroq ko'taylikchi. 62. 2s 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 bysga teng ekan. Xo'p, mana shuni ishlaylik. Tepadagiga o'xshashroq bo'ladi-da. Mayli. Mana bu yoqda ikkita nima bor? Bizga vertikal burchaklar bor. Mana bu alfa bo'lsa, bu ham nima bo'ladi? Alfa bo'ladi. Xo'p, bizga x topishimiz kerak. Endi har bitta uchburchak uchun yozamiz. Bittasi uchun s yuza nimaga teng? Birinchi uchburchak uchun s a d y deylik. a d y. Mana bu uchburchak uchun 1 taqsim 2 6 bilan 9 orasidagi burchak sinus nimasi? Orasidagi burchak sinus alfasi mana. Ikkinchi uchburchak uchun yozamiz. S 1 taqsim 2 ko'paygan 4 ko'paygan x ko'paygan sinus nima? Alfa. Xo'p, ADY ni teng ekan ikkita bunaqasi. Demak, mana buni 2 ga ko'paytirsak, buni 2 ga ko'paytirsak, tepadagi teng bo'lish kerak ekan. 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 2 ko'paygan 1 taqsim 2 4 ta x. 4 ta x sinus alfa teng bo'lish kerak ekan. 1 taqsim 2 ko'paygan 6 ko'paygan 9 ko'paygan sinus nima? Alfaga. Sinus alfalar ketdi. 1 taqsim 2 bilan 1 taqsim 2 ketdi. Xo'p. Bu yerda jam 8x qoldi. 8x teng 6 kare 9 54 mi? 6 kare 9 demak 54 ga. X topishimiz uchun 54 ni 8 ga bo'lishimiz kerak. Birinchi 2 ga bo'lib olsak 27 taqsim 4 ekan demak. 27 taqsim 4 ga teng ekan mana. Ana shunday holat. Keyingi misol ham xuddi shunaqa. Ikkalasi uchun umumiy burchak mana bu yerda alfa bo'ladi. Buni ikkita uchburchak uchun yozamiz. Birinchi kichkina uchburchak uchun, keyin katta uchburchak uchun yozamiz. Bu taraf 10 bo'ladi. Bu tarafi nima bo'ladi? Jam 12 bo'ladi. Shunga nisbatan yozsak, bu ham o'z-o'zidan chiqib qoladi. Jami nechta misol ekan o'zi? Xo'p, 77 80 ta ekan. Mayli. O'zi osonda bu yoq. Ketdi. Endi masala matnlilarga o'tamiz. To'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi 15 ga teng. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Mana to'g'ri burchakli uchburchak. Gipotenuzasi 15 ga teng mana. Gipotenuzaga tushirilgan balandlik nechiga teng ekan? Mana balandlik 8 ga teng ekan. Shu uchburchakning yuzini toping. Mana S tayyorda 1 taqsim 2 mana bu h s bo'lyapti. Mana bu taraf s bo'lyapti. Demak, 15 ko'paygan nima? 15 ko'paygan 8. 15 ko'paygan o'sha tomonga tushirilgan balandlik 8 yarim. Bu bilan buni qisqartiramiz. 4 kare 15 imiz, demak javob 60. 67 ham shunaqa, 68, 69. Muntazam uchburchak deyapti mana. Muntazam uchburchakning bir uchidan tushirilgan balandlik uzunligi 8 ga teng bo'lsa, uning yuzini toping debdi. Mana buni sal seriozroq ekan. Endi bitta muntazam uchburchak chizamiz. Mana demak, unda aytayapti hamma taraf A. Mana A. Shu muntazam uchburchakning bitta uchidan tushirilgan balandligi tushirilgan va shu 8 ga teng deyapti. Endi bilardek hamma tarafi bularni 60 gradusdan bo'lardi muntazam uchburchakda. Shuning uchun tepadagisi necha bo'ladi? 30 gradus. 30 gradus qarshisidagi katet. Mana bu 30 gradus qarshisidagi katet gipotenuza yarmiga teng yoki o'zi teng 2 ga bo'lganligidan ham bu nima? A taqsim 2. Bitta Pifagor yozib A ni topib olamiz. Keyin yuzaga qo'yib yuboramiz. Yuza nimaga teng? S barobar 8 ko'paygan asosimiz A ga teng. Shuni yarmi 1 taqsim 2 ga ko'paytirishimiz kerak. Bu necha bo'ladi? 4 ta A bo'lib qoladi. Bizga A ni topishimiz kerak. Demak, bundan Pifagor yozsak 64 plus A kvadrat taqsim 4 teng jami A kvadratga. Demak, buni ayirib olsak 3A kvadrat taqsim 4 teng ekan 64 ga. Xo'p, A ni topsak nima bo'ladi? 4 ga ko'paytirib olsak 4 ga ko'paytirib 3 ga bo'lsak 4 3A kvadrat taqsim 4. Ikkala tarafdan ildiz olib olsak nima chiqadi o'zi birinchi? Ildiz olaveraydi. Ildiz 3 taqsim nech chiqadi? 2A teng 8 ga. 16 taqsim ildiz 3. Xo'p, buni
Pastroqdan yozaman, maylimi? A ni topadigan bo'lsak, 16 taqsim nima chiqar ekan? Ilzosida 3 chiqar ekan. Tayyor olib o'rniga qo'yamiz. Demak, 4 ko'paygan 16 taqsim ilzosida 3. Demak, bu 64 taqsim ilzosida 3 chiqar ekan. Shuning javobini bitta tekshiraylik. 70. Xo'p, 70. 64 taqsim ilzosida 3. To'g'ri. 64 taqsim ilzosida 3. Bular hammasi shunaqa. Dalshi 70, misolchi 75. Teng yonli uchburchakning yon tomoniga o'tkazilgan balandlik. Mana teng yonli uchburchak. Mana teng yonli uchburchak. Bu taraflar demak teng. Shu teng yonli uchburchakning deyapti. Yon tomoniga o'tkazilgan balandlik yon tomonini asosidagi uchidan boshlab hisoblanganda 6 va 9 ga teng bo'lgan kesmalarga ajratadi. Uchburchakning yuzini toping. Mana. Xo'p, bundan bunga qarab bitta balandlik o'tkazsak deyapti. Mana yon tomonining asosidan yon tomoni shuni asosdan boshlab hisoblanganda bu 6, buni 9 degan kesmalarga ajratar ekan. Xo'p. Bo'lgan kesmalarga ajratadi. Uchburchakning yuzini toping debdi. Teng yonli uchburchak. Bu taraf 9 bo'ladigan bo'lsa, 9 6 jami necha bo'ladi? Jami 15 bo'ladi. Bu taraf ham necha? Jami 15 bo'ladi. Xo'p. Mana h topolsak bo'lar ekan, demak mana h. Mana bu ham to'rtburchak, uchburchak. Mana bu yoqda bitta Pifagor qo'llab olsak bo'ladi, mana bu uchburchak uchun. Bo'ldi, demak h ning kvadrati plus 9 ning kvadrati teng ekan 15 ning nimasi kvadratiga. Bu yoqdan h topadigan bo'lsak 12 chiqadi. Bo'ldi, yuzani topish uchun farq yo'q. Istalgan uchburchak uchun s demak 1 taqsim 2 asosi jami 15 bo'ladi. Unga tushirilgan balandlikni biz h deb belgiladik. H bizga necha chiqdi? 12 chiqdi. Mana 12. Bu bilan buni qisqartirib oladigan bo'lsam, 12 bilan demak 6 chiqadi. 6 kere 15 30, demak jami 90 chiqar ekan mana. 76 ham shunaqa. 77, misol uchun 78. Uchburchakning eng katta balandligini toping debdi. Eng katta balandlik doim eng katta emas, eng kichik tomonga tushirilganda bo'ladi. Xo'p, mana uchburchak. Eng kichik tomonga tushirilgan balandlik bo'ladi. Negaligini aytaman hozir. Eng kichik tomon necha? Bizga 10, bu taraf 17 bo'lsin, bu taraf necha bo'lsin? 21 bo'lsin. Xo'p, nega eng katta balandlik eng kichik tomonga tushirilganda bo'ladi? Chunki yon tomonlar 17 bilan 20 bo'lsa, ular bunga nisbatan kattaroq, ya'ni kattaroq son bo'lganligi uchun asosga nisbatan bular mana bu balandlikni uzoqlashtiradi. Mana bu masofani uzoqlashtiradi. Agar bular yon tomonlari 17 bilan 10 bo'lib hisoblaydigan bo'lsak, ular 21 ga nisbatan yaqinlashib keladi. Shuning uchun har doim bilaylik, eng katta balandlik eng kichik tomonga tushirilgan bo'ladi. Demak, mana bu h ekan. Mana bu taraf a bo'ladigan bo'lsa, mana bu taraf nima bo'ladi? 10 minus a bo'ladi. Shundan orqali topsak ham bo'ladi. Yoki biz hozir yuzani topolsak bo'ladi, yarim perimetrdan. O'shandan yuzani topamizda formulaga qo'yamiz. Bunday qilaylik, o'sha yarim perimetrdan ketaylik. Shu oxirgi misolimiz uchun. Perimetrning yarimi, demak 17 plus 21 plus 10 taqsim 2. 38 48 yarimi 24. Demak, s yuza ildiz ostida, hozir men tushuntiraman qanday ishlashimizni. 24 dan 17 ni ayiramiz, 7 chiqadi. 24 dan 21 ni ayiramiz, 3 chiqadi. 24 dan 10 ni ayiramiz, 14 chiqadi. Endi hop 24 ni 8 24 ildiz chiqarishimiz kerak har biridan. 24 ni bunday deymiz. 4 ko'paygan 3 ko'paygan 2 deymiz. Ko'paygan 3 ko'paygan 7 ham turibdi mana. Mana bu 14 ham 2 ko'paygan 7 deymiz. Har ikkitasidan bitta chiqarib olamiz. Demak, mana bu ikkalasini ko'paytirsam 4, bu bilan 4 jami 16. 16 dan bitta 4 chiqadi.
3 bilan 3 dan bitta 3 chiqadi. 7 bilan 7 dan ham bitta 7 chiqadi mana. O'zi tayyor chiqar ekan. 7 kira 3 21. 21 kira 4 84 chiqdi mana. Endi yana bitta 100 yozamiz. 100 81 chiqdimi? Bitta 3 burchakning yuzasi baribir o'ziga teng bo'laveradi. Endi yana 100 topamiz. 100 ni endi tomonga bog'lab topamiz. 100 qanaqa bo'ladi? 1 taqsim 2 ko'paygan asos 10, unga tushirilgan balandlik h mana. Mana shu 100 nimaga teng bo'lishi kerak? 84 ga teng bo'lishi kerak. Bu bilan buni qisqartirsam 5 ta h bo'lar ekan, bu teng 84 ga. H ni topadigan bo'lsam 84 bo'lingan 5. 10lik kasrga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi yoki hokazo aralash kasrga o'tkazib qo'ysak ham bo'ladi. 8 nechida? Bittadan, 34 ichida 6 tadan 16 taqsim 4 16.4 taqsim 5 bo'lar ekan. Mana javob. Demak, bu oxirgi misolimizda tepada bitta misolga qayerdadir adashdim, chog'im qolib ketdi. O'sha misolni izidan ishlab tashlab qo'yaman. Demak, e'tiborli bo'lamiz. Sog' bo'lamiz, salomat bo'lamiz.